Assalomu alaykum. Korxona 25 yoshdan oshmagan xodimlar uchun to'langan ijtimoiy soliq summasini qanday qaytarib olishi mumkin? Bugun shu haqda axborot beramiz. Prezidentimizning 2023-yil 26-apreldagi PF61 son farmoni bilan 2023-yil 1-maydan 2025-yil 1-yanvarga qadar ish beruvchilarga ular tomonidan 25 yoshdan oshmagan xodimlari uchun to'langan ijtimoiy soliq summasini davlat byudjetidan to'liq qaytarib berilishi belgilandi. Bunda ijtimoiy soliq summasi qoplab berilishi so'ralayotgan yosh xodim hisobot oyida 25 yoshdan oshmagan bo'lishi, 25 yoshgacha bo'lgan yosh xodim uzluksiz 6 oy davomida mehnat faoliyatini amalga oshirgan bo'lishi, ish beruvchi tomonidan belgilangan tartibda ijtimoiy soliq uzluksiz to'langanligini tasdiqlovchi hujjat mavjud bo'lishi lozim. Yuqoridagi talablarga javob bermaydigan ish beruvchining arizasi rad etiladi. 25 yoshdan oshmagan xodimlar uchun to'langan ijtimoiy soliq summasini qaytarib olish uchun may3.soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinetning xizmatlar bo'limidan ijtimoiy soliq summasini qaytarish oynasi tanlanadi. Korxona to'g'risidagi ma'lumotlar shakllangan mazkur oynadan ijtimoiy soliqni qaytarib olish muddati tanlanadi. Shundan so'ng 6 oy davomida uzluksiz mehnat faoliyatini amalga oshirgan 25 yoshdan oshmagan xodimlar ro'yxati avtomatik shakllanadi. Ariza shakllantirish tugmasi bosilgach, ariza belgilangan talablarga mosligi avtomatik tekshiriladi. Kamchiliklar mavjud bo'lganda bartaraf etish yo'llari ko'rsatiladi. Ma'lumotlar to'g'riligiga ishonch hosil qilingach, arizani yuborish tugmasi orqali jarayon yakuniga yetkaziladi. 25 yoshgacha bo'lgan xodimlar uchun to'langan ijtimoiy soliq summasini qaytarish tartibi byudjet tashkilotlari, davlat korxonalari, ustav jamg'armasida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslarga nisbatan tatbiq etilmaydi.